Assalomu alaykum. Bugun 6-oyning 13-kuni. Bugun tushdan burun Angliyada ichilayotgan G7 yig'ini rasmiy yopildi. Hamda G7 yig'iniga qatnashgan davlatlar rasmiy shaklda qo'shma bayonot e'lon qildi. Qo'shma bayonotda Xitoy masalasi asosli nuqta bo'lib so'zlangan. G7 yig'iniga qatnashgan davlatlar o'xshash ovozda Xitoy hukumatining yo'lsizlik va muttahamlik ish harakatlarini birlikda qattiq ayblgan. Hamda ittifoqlashib turib, amaliy harakat tadbirlar orqali Xitoy hukumatiga qarshi harakat olib borganligini keskin ifoda bildirgan. Qo'shma bayonotda Sharq Turkiston Uyg'ur masalasi, Hong Kong masalasi, Tayvan masalasi, Janubiy dengiz masalasi, Sharqiy dengiz masalasi qatorliq masalalar alohida eskartilgan bo'lib, hamda G7 yig'iniga qatnashgan 7 davlatlar birlashib turib, Xitoy hukumatining bir yo'l bir balvoq strategiyasiga zarba berganligini bildirgan. Undan boshqa yana B3 loyihasini yo'lga qo'yish orqali butun dunyodagi asos qurilishlarga yordam berish orqali Xitoy kommunist hokimiyatiga taqobil turish va Xitoy kommunist hokimiyatini barbod qilishgan. Bu qo'shma bayonotdan xabar topgan Xitoy hokimiyati g'azablangandan portlab ketay deb qolgan. Angliya turishliq Xitoy konsulxonasiningki bosh elchisi darhol bayonot e'lon qilib, sizlar bir kichik chambar qurib olib, dunyoga hukmdor bo'lmoqchi bo'lyapsizlar. Biz Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kurulması arqılıq işip barımız degan. Hem de şu görünüp turdiki, bugün ya ayette Xitay Tashqi ishlar Ministerligining kanayları çoxum bu G7 devletlerinin qo'shma bayonotiga qarshi inkas qaytirdi degan gap. Chunki Xitoy hokimiyatiga nisbatan dunyoda har jihatda eng kuchli bo'lgan 7 davlat birlashib turib qarshi harakatga o'tgan. Bu vaziyat Xitoy hukumatiga haddidan tashqari og'ir besim paydo qiladi ekan. Bu qitimqi bu G7 yig'inining qo'shma bayonotining mundaq bir qancha aloyligi bor ekan. G7 yig'ini tunji qitim Xitoy hukumatining yoqasini tutib turib, bu yig'inni ichishgan. Planda asli bu yig'in 1 yil burun ichilmoqchi bo'lgankan, virus sababi bilan kechikib ichilishgan. Uzoq yili Fransiyada ichilgan bo'lib, bu yig'inga Fransiyaning prezidenti Macron reaksiyachilik qilgankan, Xitoy to'g'riliq hech qanday masalalar o'tirg'a qo'yilmagan ekan. Uningdan 1 yil burun G7 yig'ini Kanadada ichilgan bo'lib, o'xshashla Xitoy davlatini hech qanday tilga olmagan ekan. Lekin bu qitimgi yig'inda Xitoy masalasi tunji qitim o'tirg'a qo'yilgan bo'lib, hamda butun dunyoning asosliq so'z temasiga aylangan. Yana bir jihatdan bo'lsa, Angliyaning prezidenti va Amerikaning prezidenti ikkisi birlashib turib, yangi Shimoliy Atlantik okean akti tashkilotining yangi nizomnomasiga qo'l qo'ygan. Hamda o'rtaq ovozda Shimoliy Atlantik okean akti tashkiloti yangi xiristlarga duch kelyotidi degan. Bu degani yer shari xarakterlik yangi xirist degani butunlay Xitoy hokimiyatini bildirdi ekan. Maqsad dunyoda eng kuchli taraqqiy qilgan 7 davlatning nishoni birlashib turib Xitoy hokimiyatiga qarshi turdi ekan. Shunga ochiq oshkora qo'shma bayonot e'lon qilishi hamda amaliy harakatga o'tadiganligini bildirgan. Bu vaziyat biz Uyg'urlarni texmi umidlantirdi va ilhomlantirdi. Yig'inning ikkinchi aloyligi bo'lsa, Yaponiyaning bir gazetida e'lon qilishicha, yig'in maxsus Xitoy masalasi to'g'risida muzokara olib borgan mezgilda internet uzilib ketdi deb yig'inning muzokara qilish jarayoni yipiq shaklda davom qilgan. Yig'inda Xitoy masalasi muzokara qilgan mezgilda Amerika, Kanada, Yaponiya, Angliya qatorliq davlatlarning ko'z qarashi bilan Fransiya, Italiya, Germaniya 3 davlatning ko'z qarashlariga o'xshamay qolgan. Fransiya, Germaniya, Italiya 3 davlat bo'lsa, Xitoy davlatiga baq qattiq qo'l qilmaslik, savdo tijoratni normal shaklda davom qilish to'g'risida tashabbus qilib turgan. Angliya va Amerika bo'lsa, Shimoliy Atlantik okean akti tashkilotining nizomnomasi bo'yicha nishon, maqsad, ko'z qarashlari allburun birdek bo'lgan bo'lib, bu ikki davlatga Yaponiya va Kanada davlatimi qo'shilgan. Xitoy hukumati davomli Sensaku orlig'iga xiris qilish orqali Yaponiya davlatining intayin g'azabini keltirib o'tgan. Xitoy hukumati Kanadaning ikki fuqarosini go'ro'ga ilib olgan bo'lib, Kanada davlatining intayin g'azabini keltirib o'tgan. Shunga Amerika, Angliya, Kanada, Yaponiya davlatlari Xitoy hukumatiga nisbatan qattiq qo'l bo'lishini hamda Xitoyga keskin qarshi turishini ifodalagan. Fransiya, Germaniya, Italiya Xitoy hukumatiga yumshoq besim qilish orqali yana savdo tijorat qilishni o'tirib qo'ygan. Keskin munozir qilish orqali oxirida Kanada davlatining prezidentining tashabbusi orqali birdek ovozga kelgan.
Kanada prezidenti Trudeau yig'inda keskin ifoda bildirib, biz cho'qim birlikda Xitoy kommunist hokimiyatiga taqobil turishimiz kerak. Biz bir niyat, bir maqsadda ovoz chiqarishimiz kerak deb so'zlagan. Bu qitimqi yig'inning halqiliq yerlarida Kanada prezidenti Trudeau naiti muhim rollarni o'ynagan ekan. Prezident Joe Biden efendimning ayrim muxbirlarga qilgan so'zida, hozirgi bu davrda dunyodagi butun demokratiya yo'lidagi davlatlar cho'qim birlashib turib, mustabid davlatlarga qarshi turish kerak. Demokratiya va mustabid o'rtasida keskin urush qilish davri boshlandi. Shunga dunyodagi demokratiya davlatlar cho'qim birlashish kerak, o'xshash ovoz chiqarish kerak, birlikda mustabid tuzilmasiga davlatlarga qarshi turish kerak degan. Bayonotning 3-aloyligi bo'lsa, bu yig'inning yana bir real tadbirlari amaliy kuch orqali Xitoy hukumatiga zarba berdi ekan. Yig'inda yana B3V yoki B3W planni ishga solib, bu planda 40 trillion dollar mablag' ajratib, demokratiya yo'lidagi o'rta va tuvan darajada kirim qildigan davlatlarning asosiy qurilish aslalariga yordam berdi ekan. Xitoy davlatining bir yo'l bir balvoq plani bo'lsa, o'rta tuvan darajadagi kirim qildigan davlatlarga qarz berib turish orqali bu davlatlarni qadam-qadam o'zining kontrol ostiga ilib olishgan. Hattoki ba'zi bir davlatlarning muhim port o'rinlarini o'ziga qaratib olishgan. Hatto bir yo'l bir balvoqning suiqasd plani orqali chet davlatlarga harbiy baza qurish, o'zining ta'sirini dunyoga kengaytirish, oxirida dunyoning xo'jasiga aylanmoqchi. Bu vaziyat dunyoga tahdid ekan. Xitoyning maqsadining amalga oshishining asosli jon tomiri bir yo'l bir balvoq strategik plan ekan. Amerika davlati bo'lsa Xitoyning bu planini barbod qiladi ekan. Bu qitimqi G7 yig'inga qatnashgan davlatlar dunyoning asosli turkilik rolini o'ynash orqali iqtisodiy jihatda bo'lsin, harbiy jihatda bo'lsin, yuqori fan texnik jihatda bo'lsin, yer sharidagi o'rta va tuvan darajada kirim qiladigan davlatlarga yordam berish, bu davlatlarni kuchlantirish, butun dunyoni harakatlantirish orqali Xitoy kommunist hokimiyatiga urush e'lon qilishgan. Bu plan Xitoyning iqtisodiy, harbiy kuchi va siyosiy o'rnini ajizlashtirdi ekan. Urush qilmay turibmi Xitoyni vayron qilib yetalaydi ekan. Virus masalasida Xitoy hukumatiga qo'ygan shart bo'lsa, virusning Xitoyda paydo bo'lish jarayonidagi butun son-sifirlarni to'g'ri oshkorlash. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Sahiya organi orqali Xitoydan tarqalgan virusning manbasini surishti qilish. Kishilik huquq jihatda Hong Kong masalasi alohida tilga olingan. Xitoy hukumati bo'lsa, Hong Kong to'g'riliq Angliya davlati bilan imzolashgan shartnomalardan tinib olishi, hattoki xalqaro shartnomalarni dafsanda qilganligi. Uningdan keyin vatanimiz Sharq Turkistondagi Uyg'ur masalasi alohida tilga olingan. Uyg'urlarning kishilik huquqini dafsanda qilish, Uyg'urlarni majbur emgak silish masalasi xalqaro savdo ishlariga qadar chetishliq masalaga aylangan. Shunlashqa Uyg'urlarni majbur emgak silish bu masalasiga nisbatan 7 davlatning savdo ministrlari birlikda hamkorlashib 10-oydan burun unumli bir tadbirni yo'lga qo'ydi ekan. Sharq Turkiston Uyg'ur masalasi hozir dunyoning birinchi domirliq siyosiy masalasiga aylangan. 7 davlat prezidentlarining ochgan bu yig'ini intayin muhim bo'lib, bular butun dunyoning demokratiya davlatlarining vakili sifatida hamda butun dunyoning vakili sifatida bu yig'inni ochgan va qo'shma bayonot e'lon qilgan. Bu yig'inning maqsadi bundan keyin Xitoy hukumatiga har jihatdan besim qilib o'zini o'zgartirishga majburlaydi ekan. Agar Xitoy hukumati yanada qarshilik ko'rsatsa ekan, u chaqda o'xshamaydigan tadbirlarni ilib bordi ekan. Yangi Shimoliy Atlantik okean akti tashkilotining yangi nizomnomasining barpo bo'lishi Xitoy hukumatini qattiq andishga solgan. G'arb dunyosining ittifoqdosh kuchi Xitoy hukumatining ajilni oladigan vaqti yetib kelyapti.